O'tgan darsimizda ushbu ko'rinishni yasab olgan edik. Ana endi sekin-astalik bilan funksional qismlarga o'tsak ham bo'ladi. Birinchi navbatda ushbu button bosilsa, shu mahsulot kontekst ichidagi ushbu kart array ichiga kelib qo'shilishi kerak objekt sifatida. Va biz buni reducer hamda dispatch orqali bajaramiz. Demak, mana shu kartga mahsulot qo'shilishi uchun bizga reducer kerak bo'ladi va u mana shu actiondan kelayotgan, ya'ni action bizda object, u objektni dispatch olib kelib beradi. Mana shu yerga type hamda payloadga qarab ma'lumotlarni o'zgartiradi. Buning uchun bizga switch kerak bo'ladi va u typega qarab case'lar yozib chiqamiz. Birinchi case'imiz add to cart bo'lsin va biz bu yerda return qilamiz. Birinchi navbatda biz kartni umuman o'zgartirishdan oldin total price hamda total amountni ham hisobga olishimiz kerak. Sababi mana shu reducer ichida return mana bu qiymatni, ya'ni state'ni qayta yozishga xizmat qiladi. Agar siz reducerdan bir raqamni jo'natsangiz, unda mana shu yerdagi hamma narsa o'chib ketadi, faqat 1 keladi. Va siz agar faqat state kartni return qilsangiz, unda shunchaki mana shu yerda array paydo bo'lib qoladi. Yo'q, bizga mana shu mahsulot ma'lumotlar va shu ma'lumotlarning ichiga bitta mana shu yerga objekt qo'shilgan varianti kerak. Shuning uchun men butun boshli objektni u state ga teng bo'ladi. Sababi reducer birinchi state, ya'ni mana buni oladi. Bu o'z navbatida bunga teng hamda action, ya'ni dispatchdan kelayotgan objekt. Va biz bu yerda state'ni nusxalab olamiz spread operator orqali hamda kartni olib, ya'ni mana bu kalit so'zini olyapmiz. State ichidan biz array ga tenglaymiz. Faqat bu arrayning ichini agar mabodo kartda oldin ma'lumotlar qo'shilgan bo'lsa, o'sha ma'lumotlarni olamiz. state.cart bu oldingi ma'lumotlar olindi degani va virguldan so'ng biz payloadni qo'shamiz. Ya'ni bu yerga payload yozadigan bo'lsak, bu bizi yangi mahsulotimiz, ya'ni ma'lumotimiz bo'ladi. Shunda add to cart ishlaganda biz kart ichiga bitta yangi mahsulot qo'shgan bo'lamiz. Va agar mana shu yerda yana case ochib, bu yerda agar delete yozadigan bo'lsak, ya'ni mahsulotni o'chirib yuborish, bunda biz yana xuddi shu yo'lni tutamiz. State orqali oldingi barcha qiymatlarni olamiz va mana shu array ichidagi bizga kerak bo'lmagan mahsulotni filtr orqali o'chirib yuboramiz. Buning uchun men cart state.cart bu bizga arrayni beradi va biz uni filtr qilamiz. Har bir kart ichidagi object mana shu yerga kelib tushadi, ya'ni item bo'lib kelib tushadi. Va biz ana shu itemni id'sini olamizda teng bo'lmasa deymiz, payloadga deymiz. Bundan oldingi case'imizda payload object bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yangi mahsulot bo'ladigan bo'lsa, ana endi bu delete holatimizda payload id, ya'ni raqam bo'ladi. Nima uchun men mana shu payloadni bu yerda object deyapman? Chunki har bir mahsulot bizda alohida bitta object va addni bosganimizda mana shu yerga o'sha object kelib tushishi kerak. Agarda add to cartga ham delete ga ham to'g'ri kelmasa, mana shu yerdan kelayotgan type unda bizda default ishlaydi va return bo'lganida to'g'ridan to'g'ri shunchaki mana shu initial state'ni, ya'ni state'ni qaytarib yuboradi. Bo'ldi. Va biz bu o'zgarishlarni ko'rish uchun mana shu yerga console.log state deb qo'yamiz. Agar mabodo state o'zgarsa, unda biz konsolda 29-qatorda global contextdan ma'lumotlarni ko'ramiz. Hozircha global contextdan bo'm-bo'sh, ya'ni mana shularni o'zi qaytyapti. Ana endi biz addni bosganimizda nima bo'lishini mana shu yerdagi produkt qismidan ko'rib olamiz. Demak, agar global contextdan foydalanmoqchi bo'lsak, biz birinchi navbatda import qilishimiz kerak use contextni Reactdan va barcha kontekstga oid ma'lumotlarni mana shu yerda saqlaydigan bo'lsak, biz buni boshidagi darslarimizda context deb atagan edik. Lekin hozirgi nomi global context va biz uni export qilyapmiz. Demak, bu yerda uni ham import qilib olaman. Import global context. Bu yerda ishlatish juda ham oson. Keling biz shunchaki data deb turamiz bu yerda va use context ichiga global contextni beramiz. Ana endi datani konsolga chiqarib ko'radigan bo'lsam, data va saqlaymiz. Natijada har biri uchun bittadan chiqyapti, lekin e'tibor bersangiz data ham mana shu bizda state ga teng bo'lyapti va uninchidan faqat menga dispatch funksiyasi kerak. Dispatch funksiyasi. Bu nima uchun object ko'rinishida bunaqa kelyapti? Chunki biz mana bu yerda object ochib, buni ichini to'laqonli kopiya qilib,
hamda virgul dispatchni qo'shyapmiz. E'tibor bersangiz, bu yerda cart, total price, total amount va oxirida dispatch. Ana endi menga faqat dispatch kerak. Shuning uchun bu yerga o'tib, men dispatchni destructuring qilib olaman. Demak, Gulli House dispatch va buni olib turamiz. Endi bizda add button bor, mana shu button va bu button on click bo'lganida bizda arrow function ishga tushadi va bu arrow function maqsadi dispatchga object berish. Objektni birinchi type'iga biz add to cart deymiz. Ya'ni mana bu button bosilishini nazarda tutyapman. Va bu bosilganida biz endi payload sifatida mana shu produktni jo'natib yuboramiz. Faqat bu produkt ichida amount qiymati yo'q, ya'ni 5 ta 6 taligi yo'q. Shuning uchun men bu yerda payloadga mana shu produktni o'zini emas, unga produkt uning ichini nusxaladim va amount 1 ni qo'shib yuboraman. Shunda biz birinchi marta buttonni bosganimizda bitta amountga ega bo'lgan mahsulot kartimizga kelib qo'shiladi. Sahifani yangilayman va bu yerda add to cart ni, ya'ni addni bossam, e'tibor bering, bu yerda bitta mahsulot qo'shildi. Mana uni olib ko'rishimiz mumkin, amount'i 1 ga teng. Qolganlarda ham aynan xuddi shunday bo'ladi. Lekin men yana birinchi buttonni bossam, mana yana o'zi qayta va qayta qo'shilyapti. Bu noto'g'ri. Ya'ni birinchi ID yana bu yerda 2 marta ishtirok etgan. Biz ma'lum bo'lgan, ya'ni allaqachon kartga qo'shilgan mahsulotni qo'shganimizda uni ichidagi amount o'zgarishi kerak. Ya'ni plus minus chiqishi kerak bu yerda. Birinchi marta bosganimizdan so'ng add yo'qolib qolishi zarur. Buning uchun biz mana shu yerda false qiymatini berganmiz, ya'ni item in cartni va biz bu yerda kartni ham olamiz va endi tekshiramiz. Ya'ni kart ichida find bo'lsa allaqachon mana bu mahsulot, unda biz uni qo'shmaymiz, faqat amountini ko'paytiramiz. Ya'ni itemni idsi teng bo'lsa produktni idsiga, unda o'sha mahsulot mana shu yerga kelib tushadi. Ya'ni findning vazifasi kartdagi arrayda ichidagi obyektlardan aynan idsi mos bo'lganini olib kelib berish. Ya'ni mana bu yerda object bor bizda hozir va bu object true ma'lumot bo'lsa, mana bu yer false bo'lib, bizda mana bu plus minus buttonlar ishga tushishni boshlaydi. Ya'ni har bir mahsulot UI ga chiqishdan oldin o'sha mahsulotning idsi kartda bor yoki yo'qligi tekshiriladi. Agar bo'lsa, unda add to cart emas, plus minus buttonlar chiqadi. Agar bo'lmasa, unda biz u mahsulotni qo'shib keyin bu yerda plus minus chiqaramiz. Mana bo'lmagani uchun add chiqyapti va endi u bor. Bizda hozir pluslar va minuslar ishlamaydi. Ularni ham hozir ishlatamiz. Yana qaytarib o'taman. Kartga mahsulotlarni qo'shyapmiz va mana bu produkt UI ga chiqishidan oldin u kart ichida bor yoki yo'qligi tekshirilyapti. Agar kart ichida bo'lsa, unda biz uni add to cart qilmaymizda. Amountini o'zgartirish uchun mana shu ikkita buttonni UI ga chiqaramiz. Endi keling biz minusni ishlatib ko'ramiz. O'zi bitta mahsulot bo'lsa va men uni yana minus qiladigan bo'lsam, bu mana shu yerdan o'chib ketish kerak, sababi 0 ta mahsulot olish degan tushuncha mavjud emas. Shuning uchun minusni bosganimizda birinchi navbatda mana bu yerdagi qiymatni tekshiramiz. Agar bu yerdagi qiymat 1 bo'lsa, biz uni o'chiramiz. Agar 2 bo'lsa, uni 1 ga, 10 bo'lsa 9 ga aylantirishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi navbatda mana shu yerdagi button on click bo'lsa va biz birinchi navbatda mana shu find, ya'ni kartning ichidan topilgan mahsulotni, agar mahsulotni amount'i 1 ga teng bo'lsa va biz o'sha 1 ga teng holatida yana ayirish buttonini bosayotgan bo'lsak, unda dispatch bizda type'da delete nomli case yozganmiz. Mana shu yerda delete nomli mana va shu delete nomli case ichga tushadi va biz uni payload'iga faqat ID berib yuboramiz deganmiz. Mana shu yerda tushuntirayotganimizda va bu yerdan ham faqat ID berib yuboramiz. Ya'ni item in cart.id. Ana endi agar bizda 1 bo'lsa, e'tibor bersangiz, minusni bosganimda yana qaytadan u kart ichida bo'lmay qoladi. Ya'ni mana bu produkt tekshirilganda yo'q bo'lib qoladi va yo'q bo'lgani uchun bizda u yo'q narsani defined, unda bilan true ma'lumot va yana add to cart chiqib qoladi. Tushunarli. Demak, qo'shsak bo'lyapti, minusni bosganimizda ayirsak bo'lyapti. Endi rostdan ko'paytirish va ayirishni ishlatmoqchi bo'lsak, qanaqa bo'ladi? Birinchi navbatda keling biz case yozib chiqamiz. Yana mana shu yerga. Birinchi case'imiz bu bizda increase bo'ladi va ikkinchi case bizda decrease bo'ladi. Va ikkalasi uchun ana endi biz deyarli bir xil kod yozamiz. Bu yerda return, men yana state ni nusxalab olaman va yana kart ichidan
kerakli bo'lgan mahsulot ma'lumotni tanlab olish uchun men endi bu safar state.cart.map ishlataman. Mapning vazifasi filtrdan farqli o'laroq u ma'lumotni kamaytirmaydi, faqat ichini update qilishi mumkin, ya'ni o'zgartirishi mumkin. Mapning vazifasi kart ichidagi obyektlarni bu yerga olib kelish bo'ladi. Bu yerga item sifatida mana shu kart ichida ma'lumotlar kelib tushadi. Itemga har bir obyekt va biz uni return qilayotganda endi tekshirib return qilamiz. Ya'ni return qilishdan oldin birinchi tekshiramiz. Agar mana bu obyektni id'si teng bo'lsa, men payloadda olib kelgan id'ga unda biz vergul qilib bu yerda return qilamiz. Mana shu obyektni ichini nusxalab, uni ichida rasmi, o'sha descriptioni, price bo'ladi va ana shu itemni amountini xuddi mana bu yerda qilganimizdek, mana bu yerda birinchi hamma kerakli bo'lgan ma'lumotlarni nusxalab, aynan ichidan keraklisini o'zgartiramiz va amountga aytamizki item.amount biz increase qilyapmiz, ya'ni ko'paytiryapmiz, +1 deymiz. Bu yerda virgul bo'lishi kerak. Va xuddi shu narsa decrease'da ham bo'ladi. Returnni kopiya qilib, mana shu qismni bu yerga olib kelib tashlaymiz. Endi ko'rishingiz mumkin, bizda agarda mana bu payload id olib keladi va u id itemga teng bo'lsa, biz uni bittaga ko'paytiramiz. Xo'sh, endi kart ichidagi qolgan ma'lumotlarni biz shunchaki return item qilamiz. Ya'ni keraklisini topadi, qolganlarini yana shunchaki joyiga olib borib qo'yadi. Bu else'ni ham bu yerga olib kelib qo'yamiz. Faqat bitta holat decrease'da mana bu yerda -1 bo'ladi. Va bo'ldi. Bularni ishlatish uchun endi produktga qaytamiz va button on click bo'lganda birinchi navbatda biz bu yerda dispatchni ishga tushiramiz va type'iga aytamiz increase va endi bizga id kerak, ya'ni payload product.id yoki bo'lmasam bu yerda item in cartni ham berib qo'ysak bo'ladi. Xuddi shuni olamizda mana bu yerda else dan keyin joylaymiz. Ya'ni bitta bo'lsa ayirib tasha, agar bittadan ko'p bo'lsa unda mana bular kerak emas. Dispatch increment id, ya'ni buni o'rniga biz endi decrementni beramiz. Decrease'ni aniqrog'i biz bu yerda nima yozgan bo'lsak, shuni berish kerak. Bu yerda ham decrease bo'ldi. Agarda bitta bo'lsa ayirib tashlaydi, bir nechta bo'lsa unda bittadan kamaytiradi. Bu esa bittaga ko'paytiradi, oshiradi. Add, okay, refresh qilamiz bitta. Xo'p, mana bu yerda bossam ishlamayapti, lekin minus ham ishlamay qoldi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, hozir men test qilib ko'rdim. Bu yerda mahsulotlar qo'shilyapti, mana 3 va hokazo bo'lyapti. Misol uchun mana buni ko'paytirib, kamaytirishimiz ham mumkin va qaysidir bosqichda u 0 ga tushib qoladi. Sabab biz mana bu yerda statik ma'lumot beryapmiz. Ya'ni birni bu biz shunchaki 1 deb yozib qo'yganmiz. Agar biz buni o'chirib item in cart .amount deb qo'yadigan bo'lsa, endi bu yerda haqiqiy sonlar ko'rinyapti va bizda kamaytirish, ko'paytirish amalga oshirilishi mumkin bo'ladi. Keling, umumiy holatda nima qilganlarimizni ko'rsatib beraman. Add to cart, agarda mahsulotni qo'shmoqchi bo'lsak, ushbu case ishga tushadi va biz barcha state'dagi ma'lumotlarni kopiya qilib, aynan keraklisini kartga qo'shyapmiz. Delete esa filtr orqali bittadan kamaytiryapmiz, aynan keraklisini. Bizga payloadda id kelgan paytda va payloadda id kelib increase type bo'lganda biz map orqali kerakli bo'lgan kart ichidagi obyektni tanlab olib, unga 1 qo'shyapmiz amount'iga va qolgan to'g'ri kelmaganlarini return qilib qo'yapmiz. Bu yerda xuddi shuni manfiyligi bo'lyapti. Va produktda biz agarda mana shu item in cart true bo'lsa, ya'ni allaqachon kartga qo'shilib bo'lgan bo'lsa mana shu produkt, biz uni qiymatini ko'paytirib kamaytiramiz mana shu yerda. Agarda hammasi joyida bo'lsa, ya'ni hali qo'shilmagan bo'lsa, unda biz birinchi marta uni qo'shgan bo'lamiz. Mana shu orqali biz bularni amalga oshirdik. Ana endi mana bu yerga va umumiy sonini ko'paytirishga, ya'ni bizda add bosilganda bu yer o'zgaradi va hover bo'lganda umumiy narx hamda son kelib chiqadi. Ya'ni amount kelib chiqadi. Keyingi darsda ana shular bilan shug'ullanamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha.